Ro'shaniki nima bu obyekt? Menimcha eng qimmat qurgan hovlida shu bo'lsa kerak. To'g'ri, bu ham qimmat ko'rinadi, lekin bundan ham qimmat qilgan uylarimiz bor. Bu uyga ham individualni yondashganmiz, premium segmentdagi materialni ishlatganmiz. Lekin ani tepadagi bolalarning xonasiga men ishqim ketdi. Hovli qurmoqchi bo'lgan odamlarga bu uyni obzor qilib bermasangiz bo'lmaydi lekin o'zingiz. Ketdik, chiroyli obzor qilib beraman. Bo'ldi. Bu uyimiz Parkenskida joylashgan, 509 sotu yer maydoniga qurilgan. Umumiy xonalari birinchi etajda ikkita xonamiz bor. Bitta zal, bitta yotoqxona va bitta oshxona va bitta katta hollimiz bor va o'rtada mehmonlar uchun sanuzelimiz ham bor. Kirishimiz bilan o'ng qo'lli zalimizni 10 kishilik stol qo'yganmiz va TV zonasi bor. Alohida ikkita divan ham qo'yganmiz. Zalimizdan to'g'risiga bitta kattalar yotoqxonasi qilib berganmiz. Kirishimiz bilan garderob, yotoqxona va o'zini sanuzeli ham bor. Birinchi etajimizda umumiy sanuzelimiz bor va bu yoqda divanli zonamiz. Oshxonada ovqatlanib chiqqandan keyin oilaviy televizor ko'rib o'tirsa bo'ladi. Bu yerda ko'rayotganinglardek qizil detallar ishlatganmiz, kombinatsiya bo'lgan. Tabiiy toshlar ham ishlatganmiz. Bu ham bir-biriga uyg'unlashtirib ko'rsatyapti. Va bu yoqda razdvijnoy eshigimizdan oshxonamizga o'tamiz. Oshxonamizda o'stirib qilganmiz va hamma mexanizmlarni ishlatganmiz. Bu yoqda ovqat tayyorlanadi va bu yoqda esa ovqatlarni yeb o'tirsa bo'ladi. Bu yoqda har bitta xonamizda noodatiy lyustralar qilganmiz. Ko'pchilik bunaqa ranglardan cho'chiydi, biz esa mijozimizga olib kelib ko'rsatganmiz, mijozimizga yoqqan va qo'yganmiz. Bu uyimiz 4 ta urindan iborat. Podvol birinchi qavat, ikkinchi qavat va terrasa qismimiz bor. Biz hozir ikkinchi qavatdamiz. Bu hollimiz, divanli zona qilganmiz va bu yoqda kattalar yotoqxonasi va ikkita bolalar yotoqxonasi bor. Hozir kattalar yotoqxonasiga kiramiz. Kirishimiz bilan garderob, bu yoqda master spalnya qilganmiz. Skromniy qilingan, odamni charchatmaydigan, umuman eskirib qolmaydigan dizaynda qilganmiz. Hop, bu yoqda ikkita o'g'il bola uchun xona qilganmiz. Boya aytganimdek, uyimizning egalarini, farzandlarini xarakteridan kelib chiqib, har bitta detallarni mijoz bilan tanlaganmiz va juda chiroyli chiqdi. Bu ham boya aytganimdek, qizlarni o'zlarining xarakteridan kelib chiqib, ranglari tanlangan, har bitta detallari tanlangan va har bitta narsa bir-biriga moslangan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ro'ziy rangli ko'p ishlatganmiz. Sababi qizlar ro'ziy rangni yaxshi ko'radi va quyonni yaxshi ko'rgani uchun shu yotoqxonani tepasiga quyonni qulog'ini qilib berishimizdan so'rashdi va shu narsani qilib berdik. O'zlariga ham juda ham yoqdi. Bu qizimizning o'zi ham perfeksionist va o'ziga xoslikni juda ham yaxshi ko'radigan glamurniy qiz desak ham bo'ladi. Ro'shaniki uy haqiqatda zo'r chiqqan. Buni uy qurish oson emas. Men o'zim bitta xonamni remont qilaman deguncha qancha bosh og'riq bo'ldi menga. Sizga yoqqanidan xursandman. Endi bunaqa uy qurish uchun yaxshi komanda kerak, sifatli ustalar kerak. Bu borada qanaqa sizlarga taklif bilan chiqsam bo'ladimi? Hozir obyekt olasizlarmi? Xo'p, obyekt olamiz, faqat filtr asosida olamiz. Sababi bizning ham komandani o'zining imkoniyati bor. Imkoniyatidan ortiq oladigan bo'lsak, sifat tushib ketadi. Asosan biz sifatga ishlaymiz. Agar mabodo shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Obyektinglarni ko'ramiz, ma'qul kelsa qilib beramiz inshaalloh.